Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari. Do'konimizga assortiment ko'rinishdagi svarchni apparatlarimizdan yetib keldi. Bugun ko'rib turgan barcha turdagi svarka apparatlaringda video obzorlarini qilib, narx-navolarni aytib o'tib ketamiz. Birinchi o'rinda kemping svarka apparatlarimizdan boshlaymiz. NBS 400 variantidan hamda MIG 400 Pro variantidan yetib kelgan 220 volt tokka hamda 380 volt tokka ishlaydigan variantlaridan. Kimga qanaqasi kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol kelib xarid qilaverasizlar. Ikkalasi ham inventorli, pastoylarga ishlaydigan variantlarda olib kelib qo'yganmiz. Ko'p ustakalarimizni talab istaklariga binoan 220 volt tokka ishlaydigan Arigon svarka apparatimizdan ham yetib kelgan. 14 xil metrga ishlov beradigan mis, chugun, alumin, nerjiveka va shunga o'xshagan 14 xil metrga ishlov beradigan Arigon svarka apparatimiz elektrodnik hamda Arigon svarka ko'rinishida foydalansalaring bo'laveradi. Tik 250 P modeliga tegishli apparatimiz bo'ladi hamda VS 200 modeliga tegishli nerjiveka hamda qora metallga ishlov beradigan Arigon svarka apparatimizdan ham yetib kelgan. Ko'rib turgan apparatlaring Impuls brendiga tegishli apparatlardan bo'ladi. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, kanalimizga podpiska bosib, like tugmachasini qizartirib keladigan obunachilarimiz uchun eng arzon narxlarda, skidka narxlarda qilib beramiz. Uragan brendiga tegishli 1000 amperlik kemping svarka apparatimizdan ham yetib kelgan. Bu apparatimizning ichidan o'zini simlari, original perchatkalari kelib chiqadi. Bemalol kelib xarid qilsalaring bo'laveradi. Hamda Impuls brendiga tegishli MIMAT 400 lik elektrod eritishga mo'ljallangan svarchni apparatimizdan ham yetib kelgan. Inventorli pastoylarga ishlaydi hamda konditsatorlari 8 talik qalin konditsatorlardan qilib ishlangan bo'ladi. Siz o'ylagan svarchni apparatlar bizning do'konimizda mavjud. Barcha turdagi svarka apparatlarni bizning do'konimizdan topsalaring bo'ladi. Bemalol kelib xarid qilaverasizlar. Manzilimizni eslatib o'tamiz. Manzilimiz Qo'qon shahri, Navoiy massiv, Malina svetoforini yonginasida joylashgan svarka apparatlar do'koni bo'ladi. Barcha turdagi svarka apparatlar bizning do'konimizda mavjud. Kelib xarid qilsalaring bo'laveradi.